Chevrolet Orlando mana gülüşü tilini tomosha qilamiz. Bu ham ajoyib videocha. Assalomu alaykum hammaga. Bosh qarang mana ko'rinishidan dala tomonidan chiroyli turibdi. Salgina belgi bergan. Hozir ichini tomosha qilasizmi? Qanaqa holatga keldi bu 10 yildan keyin. Kamera iyice chang ketgan ekanda tina olamdan. Yana xira ko'rsatdi. Turban o'zini qaytarib qo'yaman deyapsiz. Ya. Bittanikida yaktillashimiz kerak-da hozir. Dur bakalım. Shaklini ko'rib olishimiz kerak. Ana shunday edi. Mana shunday edi. Bu 2 soatlikda mana 2 soatlik yordamchilar olingan. Kamerani ushlab turadigan yordamchilar bor. Kirish, chiqishi. Xo'sh, buni yasalishini mana hozir ko'rsatishga vaqt bo'lmadi. Endi biz yasab tayyor qildik. Ko'p ham murakkab ko'rinish emas, lekin andoza bo'lmasa hech qila olmaysiz. Trafaritcha qilib olish kerak, kirishkadan andoza olish kerak-da, ichiga devorcha yasashga. Mana ikkita devorcha yasakda, mana pergorodka. Turbalarini ham yangi qildik, hamma joyini yangi qilib chiqdik. Xo'sh, mana kiruvchi, bu chiquvchi. Mana. Bu boshqacha sistemada, bu gulishitli ichi boshqacha ekan. Qarlamnonga o'zinikida qildik. Nasib bo'lsa, ovozi ham zo'r chiqadi. Mana shu yerdan chiqib ketadi, uni ustidan kiradi. Xo'sh, mana shu yerdan bachoyni ichiga kelib kiradi-da, buni ustidan chiqib ketadi mana. Bu boshqacha sistemada, qarang. Shu izolyatsiya bu ham. Mana bu yeri izolyatsiya qilingan trubkacha qo'yib yuborganda, biz ham shunday qildik. Mana Arlonda mashinasi. Mana shuniki bu. Qaytib ovoz berganman, kechga qolishim mumkin. Ko'p shavqinida o'chirib tashamda ovozni. Mana o'zini izolyatsiya qilingan narsalarni qilib chiqdik. Xo'sh, mana bu vata o'ziniki bu. Yaxshi sosteniyada turgan ekan, o'sha joyga yana qo'ydik-da. Xo'sh, mana kiradi, undan chiqib ketadi. Buni izolyatsiyasi boshqacharoq ekan. İçini yangiladik-da, mana hozir mana ko'ramiz, nasib bo'lsa ovozini. Birdan gaz bersangiz va hup qatda. Gulishni ham bo'lib chiqardi. Ha, bitta bo'lsin qa? Aha. Qara. Mana o'tsa generatorni ham ovoz chiqadi. Buni ham o'chish kerak ekan. Keyinchalik ochamiz mana. O'sha ovoz yetib qoldi. Cho'tga bo'ldi, to. Kim edi bu deyiladi? Usta qo'yilsa bo'ladi. Orlando gulishitini ham mana ko'ra olasizlar.